Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga avtomatik maxsus rilsni o'rnatish jarayonini batafsil ko'rsataman. Avval uzun rilsimizning bir uchidagi himoya qopqog'ini yechib olamiz. Keyin bu qisqa ulagichni ichiga kirgizamiz. Kirgizgandan so'ng uni boshqa tomonga ag'daramiz. Asboblar sumkasidan 6 qirrali kaltni olamiz. 4-raqamli 6 qirrali kaltni topib, qisqa bo'lakning pastki qismini buraymiz. Keyin uzun bo'lagining yon tomonini ham biroz buraymiz. Juda qattiq siqmang, sug'urilib chiqmasa bo'ldi. Keyin sirpanuvchi korpusni o'rnatamiz. Rilsni korpusning ichiga kirgizamiz. Mana shunday qilsa bo'ladi. Korpus o'rnatilgandan so'ng rils oyoqlarini o'rnatishni boshlaymiz. Oyoqni kirgizgach, xaltachadan ikkita uzun vintni topib, ularni joyiga qo'yamiz. Bu shayba va gaykani avval o'rnatib olamiz. O'rnatgach, darrov qattiq siqmang. Boshqa uchini ham o'rnatamiz. Har ikki tomon o'rnatilgach, asboblar sumkasidan eng katta ichki 6 qirrali kalit va ochiq kalitni olib, ularni mahkamlaymiz. Ikki tomonni ham siqib qo'ysak bo'ldi. Rils oyoqlari o'rnatilgach, kichik motorni o'rnatamiz. Kichik motorni o'rnatishdan avval o'rtadagi kichik vintni yechamiz. Motor valvining tekis qismini vint teshigiga to'g'irlaymiz va motorni joyiga kirgizamiz. Kirgizgandan so'ng asboblar sumkasidan kichik vintni topib, uni mahkamlab buraymiz. Kichik vintni siqqach, yechib olingan shaybali ikkita kichik vintni joyiga qaytarib o'rnatamiz va mahkamlaymiz. Shunday qilib, kichik motorni o'rnatish yakunlandi. Kichik motor o'rnatilgach, katta motorni o'rnatishni boshlaymiz. Katta motorni o'rnatishdan avval motordagi 4 ta vintni burab chiqarib olamiz. Keyin uni joyiga qo'yamiz. Ularni qattiq siqmaymiz, toki u yuqori va pastga harakatlana olsin. Keyin chetga qo'yamiz. Katta motor kronshtaynni o'rnatilgach, rils yonboshiga ag'daramiz. Ag'dargandan so'ng pastdagi ikkita vintni bo'shatamiz. Keyin kronshtaynni vintlar orasiga kirgizamiz. Kirgizayotganda shayba albatta tashqarida bo'lishi kerak. Kronshtaynni kirgizish bilan birga valni ham kirgizishimiz shart. Valning tekis qismi albatta teshikka to'g'ri kelishi kerak. Keyin xaltachadan vintni olib, uni joyiga buraymiz va mahkamlaymiz. Bu vintni siqqach, orqadagi ikkita vintni ham burab mahkamlaymiz. Bu ikkita vint mahkamlangach, uni yana tik holatga keltiramiz. Keyin motordagi 4 ta vintni ham mahkamlab buraymiz. Endi esa halqali arrani kronshtaynga mahkamlashimiz kerak. Birinchi qadam, avval halqali arraning ustidagi tutqichni yechib oling. Keyin ikkita vintni qoldiring. Ikkinchi qadam, kronshtaynni oling va ustidagi bosim plitasini yeching. Uchinchi qadam, halqali arrani to'g'ridan-to'g'ri kronshtaynga o'rnatamiz, so'ngra vintlarni yon tomondan burab kiriting. Ikkala tomonga ham joylang. Korpusdagi ikkita ichki 6 qirrali vintni qotirgach, plitani qayta yopamiz. Endi men sizga ushbu halqali arrani rilsga qanday o'rnatishni ko'rsataman. Dastlab vint va shaybani ehtiyotkorlik bilan burab oling, so'ngra vintni teshikka aniq to'g'rilab, uni sekinlik bilan ichkariga to'liq o'rnating. Katta va kichik tishli g'ildirakni moslang. Vintni qaytaring, shayba va gaykani qo'ying. Ichkaridan 18 lik kalitni olib, uni mahkamlab qo'ysangiz bo'ldi. Odatda foydalanishda avval rilsni devorga qotirib, keyin arrani o'rnatish kerak. Hozir esa o'rnatish jarayonini ko'rsatish uchun men avval arrani o'rnatib oldim. Mashina o'rnatilgach, kontroller va motorlarni ulaymiz. Kichigiga teshiklarni to'g'rilang. Tushmasa burab qo'ying. Kirgach esa mahkamlang. Kattasi ham shunday, teshiklarni to'g'rilab, keyin uni ham mahkam burang. Kontroller va motorlar ulangandan so'ng elektr quvvatiga ulaymiz. Tokka ulagach, tepada arra va rils harakati tugmalari yozuvini ko'ramiz. Avval halqali arraning harakatlanish tugmasini ko'rsatishimiz mumkin. Oldinga, pichoq orqaga. Rils bo'ylab oldinga, rils bo'ylab orqaga. Endi men sizga ushbu tugmadan qanday foydalanishni tushuntiraman. Kesishda tezlikni 15 ga qo'ying.
Arra devorga kirgach, tezlikni tugma bilan sozlang. Lekin 25 dan oshirmang. Reels va arra harakati uchun ham xuddi shunday. 25 dan oshmasin. Yana bir gap, ikkala tugmani birga bosmang. Aks holda himoya tizimi ishga tushib, tugmalarni bloklab qo'yadi. Mana bunga ham e'tibor berish kerak.